Malibuni ko'raysizlarmi o'rtoqlar? Urilgan. Bu yerda esa Captiva urilgan. Hammasi kreditga olingan, arzon 50 milliondan boshlab 200 milliongacha mashinalar. Eng qimmati 205 million ekan. Arzonlari shu 100 million, 50 million, 60 million atrofida. Juda ham ko'p mashinalar urilgan, hammasi kreditga olingan mashinalar. Capital Bankdanmi, qayerdan olingan? Urib pulini to'lamasdan tashlab ketganmi yoki qaytarib bergan. Malibuni mana bu yonbosh hasbtasini yonbosh urilgan, mana MIP olib qo'ygan buni. Juda ham ko'p mashinalar urib, pachoq qilib, yana juda ham arzon sotyapti endi. Bank o'zi qaytarib olib, qaranglar. 36 million so'mga mashina bor ekan. Bu yerda mana qanaqa avtomobilligi, nomerlari, VIN kodlari hammasi gaz, benzin, nima qo'yilgan bo'lsa, mexanik avtomat, hammasi naqd pulga sotilayotgan mashinalar ko'ryapsizlarmi? Eng qimmati 205 millionligini topdim. Bu yog'i hammasi 50-60 million atrofida. Sparklar ham shu 40-50 million atrofida. Bu tomonda ham mashinalar ko'p. Nexia 2larni qaranglar. Juda ham ko'p urilgan hammasi. Kreditga. Nimaga kreditga olingan mashinalarni odamlar yaxshi haydamaydi? O'ylaydi, nima olib ketmaydimi yoki arendaga oldik deb o'ylaydimi? Baribir sizni pulingiz ketyapti-ku, masalan, kreditga olgan odamning puli ketyapti. Baribir o'shani agar to'lamasangiz bank qaytarib oladi. Bular ham ahvoli yomon, juda ham yomon haydagan. Endi bularni gapirib o'tirmasa ham bo'ladi. Bular ham urilgan hammasi. Ham Nexialarda ham ko'p urilgan yoki pachoq bo'lgan. Orqa, oldi eshiklari bir nimalar bo'lyapti. Juda ahvoli yomon. O tomonda ham mashinalar to'layapti.